Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari fanining 13-darsiga xush kelibsiz. Demak, ijtimoiy va madaniy xizmatlar va turizmdagi global internet haqida gapirib o'tib ketamiz. Demak, quyidagi tushunchalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchisi, demak, internet xizmatlari haqida, ikkinchisi elektron tijorat toifalari va elektron tijorat bosqichlari va to'lov xizmatlari haqida, tizimlari haqida qisqagina bugun gapirib o'tamiz. Aynan 4 ta reja bo'yicha. Demak, birinchisi internet xizmatlari. O'zi nimani bajarib beradi? Demak, birinchi xizmatlardan bittasi bu ma'lumotlarni qidirish. Demak, internetda xohlagan ma'lumotlarni biz xohlagan ko'rinishda qidirishimiz mumkin. Masalan, so'zlar yordamida yoki bo'lmasa rasmlar yordamida ham qidirishimiz mumkin bo'ladi. Va elektron pochta bir-birimizga ma'lumotni yuborish, almashish imkoniyatini beradi va chatlar to'g'ridan-to'g'ri xabarlar yozish jarayoni, matnli xabarlarni almashish jarayonlari va telekonferensiyalar to'g'ridan-to'g'ri jamoaviy bo'lib konferensiyalar qilish imkoniyatimiz, ya'ni bir-birimizni ko'rib gaplashish imkoniyatimizni ham o'z ichiga olib ketadi bu internet xizmatlari. Va aynan internet xizmatlarining ichida Web2 qismi ham mavjud texnologiyasi va bu zamonaviy internetdagi muloqotni tashkil qilib beradi. Ya'ni sinxron aloqani, asinxron aloqani ham tashkil qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni sinxron aloqa real vaqtda matnli audio va video konferensiyalar bo'lib hisoblanadi. Asinxron esa web forumlar, pochtalar ro'yxati offlayn rejimda ham axborot almashish imkoniyatini beruvchi tizimlar hisoblanadi. Web2 esa to'g'ridan-to'g'ri bloglar, tweetlar, podkastlar, wiki texnologiyalarini ijtimoiy tarmoqlardan har bitta foydalanuvchi axborot resurslari bilan birgalikda ishlash imkoniyatini beruvchi yangi texnologiya bo'lib hisoblanadi. Va bloglar, podkastlar va wiki texnologiyalari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bloglar bu shaxsiy veb saytlar bo'lib, mualliflar muntazam yozuvlar yoki multimedia vositalari bilan, demak, to'g'ridan-to'g'ri qo'shish va olib tashlash imkoniyatini beruvchi bloglar bo'lib hisoblanadi. Podkastlar to'g'ridan-to'g'ri radio, televideniya ko'rsatuvlari uslubidagi audio yoki video fayllarni yaratish va tarqatish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Wiki esa internetda o'zaro bog'langan axborot materiallarini bilan ishlash imkoniyatini beruvchi yangi texnologiya bo'lib hisoblanadi. Va ijtimoiy tarmoqlar, biz o'tgan darsda ham aytib o'tib ketdik bu qismlarni. Aynan ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarga ro'yxatdan o'tish va o'zi qiziqadigan qismlari bo'yicha va shaxsiy hayot haqida qisqagina ma'lumotlarni joylashtirish imkoniyatini beruvchi ixtisoslashtirilgan internet sayti bo'lib hisoblanadi. Va bu yerda aynan kelib chiqish jarayoni bu AQShda paydo bo'lgan dastlab korporativ jamoalar uchun ishlatilgan. Masalan, Facebook'da oladigan bo'lsak, Harvard talabasi tomonidan yaratilgan. Zuckerberg tomonidan. Demak, xususiyatlarni haqida gapiradiganimiz turli xil millat, dinlar, kasblar, ijtimoiy guruhlar birlashtiriladi yerda va qiziqarli klublarni ham shakllantirish imkoniyatini yaratib beradi. Demak, imkoniyatlar ko'ngilochar va reklama, ilovalar, o'yinlar va musobaqa integratsiyalarini ham qilish imkoniyatini beradi. Va aynan yuqoridagilardan foydalangan holatda xizmatlar va turizm sohasidagi elektron tijoratlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Ya'ni elektron tijorat bu qisqachasiga e-commerce deb aytiladi. Tomonidan, demak, tomonlar o'zaro hamkorligi elektron shaklda amalga oshiriladigan, buning natijasida tovarga egalik yoki undan foydalanish huquqi bir shaxsdan boshqa shaxsga o'tkaziladigan har qanday bitim shaklidagi jarayon bo'lib hisoblanadi, aynan elektron tijorat. Demak, ular o'z navbatida elektron tijorat mana bu qismlardan, ya'ni vositalardan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi yetkazib beruvchini qidirish. Qanday qilib yetkazib beruvchilarni qidirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, geografik joylashuvdan qat'iy nazar qidirish imkoniyati mavjud bo'ladi yerda. Va jahon bozoriga chiqish imkoniyati, ya'ni o'z tovari va xizmatlarini taqdim etish orqali butun jahon bozoriga chiqish va tezkor javob olish, ya'ni mijoz talablari va kutishlarni tezlik bilan bajarish imkoniyatini beradi.
va narxni pasaytirish. Demak, avtomatlashtirish orqali yakuniy narxni 50% gacha kamaytirish imkoniyatini beradi. Va elektron tijoratlarning toifalari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda to'g'ridan to'g'ri B2B, ya'ni biznesdan biznesga ko'rinishdagi toifasi bor. Bu esa kompaniyalar o'zaro hamkorlik qilish jarayoniga keladi. Ya'ni masalan sayyohlik agentliklari va tur operatorlari yordamida bir-biriga hamkorlik qilish imkoniyatini beradi. Va B2C, ya'ni biznes iste'molchiga degan ko'rinish toifasi mavjud. Ya'ni onlayn do'konlar va mehmonxona saytlari orqali onlayn chakana savdo qilish jarayonini o'z ichiga olib ketadi. Va keyingi toifasi esa B2A, ya'ni biznesdan ma'muriyatga, ya'ni administratsiyaga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish jarayoni. Ya'ni tijorat tuzilmalarini ya'ni munipal va davlat tashkilotlari bilan sotsial vaucherlar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tijoratni davlat tashkilotlari bilan qilish jarayonini o'z ichiga olib ketadi. Va keyingisi S2A, ya'ni iste'molchi va ma'muriyat jarayoni va fuqarolar davlat bilan ijtimoiy va soliq sohalaridagi munosabatlarni bu yerga ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Va S2S, ya'ni iste'molchi dan iste'molchiga degan jarayoni bor. Auksionlar va jismoniy shaxslar o'rtasidagi tijoratlarni amalga oshirish jarayoni bo'lib hisoblanadi va aynan mana shu toifalari bor va to'g'ridan to'g'ri elektron tijorat turlarini sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi aynan ushbu tushunchalarga. Va turizmda elektron tijoratni shakllari, demak birinchisi web, ya'ni axborot sahifasi bor. Ya'ni sof axborot yoki reklamani xarakterlariga qarab, demak to'g'ridan to'g'ri telefon raqamlari, manzillar, narxlar, chop etish va hokazolarni o'z ichiga olib ketuvchi asosiy sahifasidan iborat bo'ladi. Va keyingisi esa aynan onlayn do'konlar qismi bor. Bu B2S qismiga bo'ysunadi, ya'ni buyurtmalarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish, bron qilish, internet orqali to'lash imkoniyatlarini o'z ichiga olib ketadi va agent tarmoqlari bu to'g'ridan to'g'ri B2B ga bo'ysunadi, ya'ni B2B toifasiga bo'ysunadi. Biznesdan biznesga degan toifaga bo'ysunadi. Bu to'g'ridan to'g'ri faqat agentlar uchun bron qilishga ruxsat beriladi. Agentlar esa demak umumiy ma'lumotlarni sir saqlashlari kerak bo'ladi. Va elektron tijorat jarayonining bosqichlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu birinchisi marketing, ikkinchisi mijoz, ro'yxatdan o'tish, mahsulotlar va savatga joylashtirish imkoniyatini beradi. Aynan mana shu jarayonlar orqali demak biz elektron tijoratni amalga oshiramiz. Va marketing va mijozlar bosqichida marketing maqsadi demak potensial xaridorlarni onlayn do'konlarga jalb qilishdan iborat bo'ladi. Asosiy vazifasi ko'proq reklama, har xil ko'rinishdagi bannerlardan foydalanish, forumlar, sovrinlar, hatto keshbeklarni ham aynan mana shu marketing qismida qilinadi. Va mijozlar qismi esa to'g'ridan to'g'ri do'kon veb-saytlariga tashrif buyurgan foydalanuvchilar bo'lib hisoblanadi. Va do'konni o'zini aytadigan bo'lsak, do'konga tashrif, ya'ni sotib olish jarayonini boshlash bosqichi bo'lib hisoblanadi. Va mahsulotni tanlash, buyurtma va to'lovlar bosqichiga qaraydigan bo'lsak, bu mahsulotni ko'rish, demak qanday ko'rinishda bo'ladi, qanday xizmat turlari taklif etilyapti va nimalar so'ralyapti. Aynan mana shular mahsulotning ko'rinishlari bo'yicha va keyingisi esa ko'rinishlari bo'yicha foydalanuvchilar tovarlarni tanlash qismi bo'ladi va tanlagan tovarlar to'g'ridan to'g'ri savatchaga tushadi. Ruschasi aytganda bu korzinka degan qismiga tushadi. Va keyingi jarayon esa to'g'ridan to'g'ri buyurtmaga to'lovlar qismi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mijoz to'lov turini tanlab uni to'lashi kerak bo'lib hisoblanadi. Va buyurtma va qayta ishlash va bajarish jarayonlari, bu buyurtmalarni qayta ishlash, barcha ma'lumotlarni back office, ya'ni orqa betdagi ofisdagi jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Aynan bu back office tomonidan do'konlar qismi bajarib boriladi.
Ya'ni mijozlar buyurtma bergan onlayn do'kon sifatida mijozlar buyurtma bergan mahsulotlarni ma'lum bir joylarga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Va buyurtmani bajarish bu yumshoq mahsulotlar, masalan, kitob, dastur yoki bo'lmasa xarita bo'ladimi va hokazolar uchun demak yetkazib berish, demak avtorizatsiya so'ng darhol demak elektron pochta orqali amalga oshiriladi. Ma'lum bir kodlar jo'natiladi aynan tanib olish jarayonlarida. Va internet tarmog'idagi to'lov tizimlarining tuzilishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu emitent bank yoki bo'lmasa Acquire bank va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Bularning barchasi elektron tijoratni jadal rivojlanishi uchun demak internetdagi plastik kartalar yoki bo'lmasa elektron pullar orqali onlayn to'lovlarni amalga oshirish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Va kredit va debit to'lovlar tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, kredit to'lovlar tizimi to'g'ridan-to'g'ri kredit kartalardan foydalanishga asoslanadi. Demak, qo'shimcha ravishda oladigan bo'lsak, demak aynan bu bank kartalariga asoslanadi. Debit to'lovlar esa demak chakana va naqd pullarning elektron ekvivalentlaridan foydalanishga asoslanadigan tizimi bo'lib hisoblanadi. Va plastik kartalar biz hozirgi kunda ko'rishimiz mumkin. Visa karta bor, Master karta, oddiy karta, Humo karta, Uzkart ismi va hokazolarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda birinchi navbatda ixtiyoriy bank ilovasidan foydalanadigan bo'lsangiz, bu avtorizatsiya, xavfsizlik va afzalliklariga qarab bo'linib ketadi. Va elektron pullar va ularning universal to'lovlar tizimiga qaraydigan bo'lsak, bu foydalanuvchilar imkoniyati, harakatchanlik, tezlik va xavfsizlik jarayoniga bo'linib ketadi. Va mashhur elektron to'lovlar bu Yandex.Money, WebMoney, Money Bookers va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Aynan mana shunday ko'rinishdagi butun dunyodagi eng ommaviy bo'lgan platformalar ya to'lov tizimlarini olishimiz mumkin bo'ladi. Va o'quv natijalari shaklida qaraydigan bo'lsak, aynan ushbu tizimda bilim ko'nikma banakalarni amalga oshirish jarayonini olib keladi. Va xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, demak birinchisi internet qanday xizmatlarni bizga taqdim qildi va ular nimalardan iborat? Aynan uni ko'rib chiqdi va elektron tijorat tizimidagi qanday toifalari borligi haqida gapirib o'tib ketdik va internet tarmog'idagi to'lovlar tizimining tuzilishi haqida gapirdik va elektron pullar, kredit kartalarining afzalliklari haqida ham gapirib o'tib ketdik. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'lingizlar.